Водитель штабелёр, komplektovщик, upakovщик, грузчик ishlari bor. Ishga keladigan odamlarga основной qanaqa qulayliklari kerak? Yotoqxona, registratsiya, forma, obed berish kerak. Qulayliklar hammasi bor. Bir oyda 2 marta oylik beradi, zadeshkasi yo'q va har hafta avansi bor. $1,500 dan $2,000 ishlamoqchimisiz? Shu videoni to oxirigacha ko'ring. Birdan like bosing, обязательно do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Rossiya territoriyasida qish keldi desa ham bo'laveradi. Sovuq bo'lib qolgan havo issiq joydan ish oqtarib turgan erkak va ayol kishilarga, akalarimiz, opalarimizga shu ishlar to'g'ri keladi. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun yana yangi ish chiqaryapman. Bugun 3-noyabr, o'sha qish keldi ham desa bo'laveradi. Rossiyada sovuq tushgan. Hammaga issiq joydan ish kerak. Mana sizlar uchun issiq skladdan ish chiqaryapman. Sklad Komus, sklad Pepsi. Yotoqxonasi bor, registratsiya qilib beradi, obed beradi, forma beradi, bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avansi bor. $1,500 dan $2,000 ishlamoqchimisiz? Обязательно shu videoni oxirigacha ko'ring. Nima ishligini ko'ring, keyin videoga birdan like bosing, обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Birinchi skladni ishidan boshlayman. Sklad Komus erkak ayol kishilarni qabul qiladi, komplektovщикlikka va грузчикlar kerak. O'sha Komus skladiga va upakovщицалар kerak. Yotoqxona registratsiya, forma beradi bu ishxonadan. Oyligiga o'tsak, komplektovщикlarga объемga hozirdan moment bolalar 5,000, 6,000, 7,000 rublgacha ishlashyapti. Зависит odamning o'zidan qarab. Грузчикlarda oyligi 3,800 rubl. Upakovщицаларning oyligi ham 3,800 rubl. Joylar oz qolgan, juda ham ko'p odamlar telefon qilyapti, ishga kelib joylashyapti. O'sha uchun harakatlaringizni qilinglar. 3-4-noyabr kuni Rossiyada праздник ekan, hech qayerda ishlamaydi. O'sha uchun 5-noyabrdan o'sha yana hamma joy ishlashni boshlaydi, ishga joylashtirishni boshlaymiz. To o'shangacha joylar zaynat qilinglar, 5-noyabrdan o'sha kelib ishga joylashasizlar. Bu birinchi ishimiz edi. Ikkinchi ishimiz водитель штабелёр kerak. Moskovskiy oblast, город Kashiriga водитель штабелёр kerak. Водитель штабелёр kerak, texnika haydaydigan. Mana штабелёrda hozir videosini qo'yaman, ko'rishlaring mumkin. Qanaqa ish, ko'pchiliklar mashinaga pravamiz bor, texnik mashina haydashni bilamiz. Biz shofyorimizni telefon qilishyapti. Bizga unaqa shofyorlar mashinaga kerak emas. Bizga штабелёrga shofyor kerak. Smenasi, ночной smena bor, dnevной smena bor. 11 soat ish, soat 8 dan 8 gacha, 6 dan 6 gacha, 11 dan 11 gacha smenalari. Ночной smenaga 6,5 rubl to'lanadi, dnevной smenaga 5,800 rubl to'lanadi. Официальный ish, трудовой договор qilib beradi, yotoqxona beradi, registratsiya qilib beradi, obed beradi, forma beradi. Yana nima keragi bor? 190 ming, 195 ming rubl bilan ishlasangiz bo'ladi. Bu degani $2,000 oylik olasiz bir oyda. Hozir skladni videosini qo'yaman, ishlarni ham qo'yib o'taman, ko'rishlaring mumkin. Обязательно videoni ko'rishdan oldin like bosinglar, kommentariyaga o'tib, kimki tushunmagan bo'lsa ish so'zini yozib qo'yinglar, yana o'zim kommentariyada ham o'tib tushuntiraman. Обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying, bekor yurgan do'stlaringizga va tashqarida sovuqda ishlab yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.